Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Toshkent viloyati Bekobod shahar Yangi hayot mahallasi Sputnikda Lutfiy ko'chasida 4 sotixli hovli sotuvga qo'yildi. Bu hovlining tashqi ko'rinishi alohida e'tiborga loyiq. Tashqi ko'rinishi kroshka bilan qoplangan. Bu esa hovlimizga alohida ko'rk bag'ishlaydi va ozodalikni ta'minlaydi. Darvozaning tepa qismida 4 faslning har qanday ob-havosidan himoya qiluvchi naves qurilgan. Bu naves ham hovli uchun o'ziga yarasha ko'rk berib turibdi. Baland va mustahkam fundament ustiga qurilgan bu koshonamizning kiraverishida bir nechta avtotransportlari uchun maxsus joy qilingan. Bu joy keng, qulay va shinam. Birinchi xonadamiz. Bu xonamizning hajmi 4 ga 3. Xonamizda kerakli darajada sharoitlar qilingan, pardalar ilingan, televizor o'rnatilgan va manzara mavjud. Bu xonada o'zingizni yaqin do'stlaringiz bilan samimiy suhbat qurib, bir piyola choy ichishingiz mumkin. Navbatdagi ikkinchi xonamiz. Bu xona juda katta qurilgan, ya'ni hajmi 7 ga 3,5. Bu xonada sharoitlar, ya'ni pardalar ilingan, isitgich uskunasi bor va gilamlar solingan. Navbatdagi 3-chi xonadamiz. Bu xonaning hajmi 5,5 ga 3,5. Bu xonada ham pardalar ilingan, gilamlar solingan va xonadon eshiklari hammasi MDF dan qilingan. So'nggi 4-chi xonamiz bu kattalar yotoqxonasi. Bu xonaning hajmi 5 ga 3. Hurmatli obunachilar, yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Xonalarga kirganimizda hamma xonalar bir xil issiq. Albatta bunga sabab xonadon egalari tomonidan po'lat profildan qilingan isitgich uskunalari qo'yilganligidadir. Navbatdagi xonamiz bu oshxona. Albatta bu oshxonada ayollarimiz uchun barcha sharoitlar qilingan. Qishning sovuq kunlarida issiqlikdan rohatlanishingiz uchun xonadonga isitgich uskunasi agva o'rnatilgan. Hovlilarning ko'pida sanuzel, ya'ni hammomxona tashqarida joylashgan bo'ladi. Bu hovlida, ya'ni qulayliklarni yaratish maqsadida ichkari qismda sanuzel qilingan. Xonadonga o'rnatilgan va qo'yilgan maishiy texnikalar, mebel jihozlari albatta kelishiladi. Bundan tashqari xonadonda internet tizimidan foydalanishingiz uchun Wi-Fi ham o'rnatilgan. Hovli markazida har qanday mevali daraxtlar va ekinlar ekish uchun ham maxsus joy bor. Bu hovlida suv ta'minoti bo'yicha qayg'urmasangiz bo'ladi. 2 ta suv krani o'rnatilgan va suv bosimini yaxshi ta'minlash uchun maxsus zamonaviy suv motorlari o'rnatilgan. Hovlimizning tashqarisida alohida kladovka, ya'ni omborxona mavjud bo'lib, kerakli narsalaringizni aynan shu yerda saqlashingiz mumkin. Omborxonaning orqa qismida yana bir qo'shimcha omborxona va hojatxona mavjud.
Bu 4 sotixlik hovliga egalari tomonidan 70 ming AQSh dollari so'ralmoqda. Albatta bu narx kelishtirib beriladi. Ko'p qavatli uylarda yashab charchagan, shovqindan charchagan hamshaharlarimiz uchun qulay imkoniyat. Biz hali yana ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Siz bizga keraksiz.